akalar tomdan sakrab oyog'im sinib ketmasinlar. Qani birinchi yaxshi akalar samon uyumiga tushdik. O'sh ayamiz kelayotganmikan ana akalar, ayamiz kelyapti sakrashini ko'ryapsizlarmi? Mana salom do'stlar, Abdulham Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birga Schoolboy Runaway degan o'yinda zombi modini o'ynaymiz. Agar do'stlar video chamiz yoq ekan bo'lsa bitta like va do'stlar bundan tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Chunki do'stlar hali sizlarni bundanda cho'tki videolar kutib turibdi. Demak do'stlar, biz o'zimizda ishimizni davom ettiramiz, ya'ni xuliganlik. Bu o'yinda kiruvchi bu bolani akalar ota-onasi o'ynagani qo'ymaydi. Shuning uchun do'stlar, bu bola uydan qochmoqchi bo'ladi. Bu ishni esa akalar biz amalga oshiramiz, lekin uydan qocholmay qolishimiz ham mumkin. Qocholmasak akalar yaxshigina kaltagimiz, shuning uchun akalar qochishga umid qilamiz. Qochganimiz bilan akalar baribir kaltagimiz, chunki akalar kech bo'lishi bilan uyga qaytib kelamiz-da. Mayli akalar, bizga farqi yo'q. Har doimgidek akalar o'zimizda xonamizda hech narsa yo'q ekan, narsa ko'p akalar bizga kerakli narsa yo'qda. Demak, bu shkafchalarni ham ko'ramiz. Buni ichida bitta zaryadchik bor ekan akalar. Zaryadchik Androidmikan? Mayli akalar, bizga zaryadchik kerak emas. Endi banda xonani tekshirib boshlaymiz. Eshitdingmi? Bu yerda oynali ochilayotgan joy bor ekan. Yo'q akalar, bitta britva bor ekan. Mayli sekingina tekshiraveramiz. Bu yerda ham akalar hech bo'lay bitta yo'q. Xo'p akalar, men faqat tomdan qochishni bilaman. Shuning uchun akalar faqat tomga kerak bo'layotgan narsa dori akalar bizga kerak emas. Tualet ichida ham hech bola bitta yo'q ekan. Bularda ham ichida hech bola yo'q ekan. Demak akalar, endi dadamizning xonasiga ham akalar sekingina borsak bo'laman. Shu eshikni yopib qo'yamiz. Chunki dadamiz akalar tualetga chiqqan payt akalar shu eshikni ko'rib qolsa, bizni qidirib qolishi mumkin. Yaxshi akalar, qoldi ko'rib qolmadi. O'sha akalar svit yog'aydi. Juda qorong'imi deyman deb. Endi yana temirchani akalar tepadagi tortmani ochamiz. Chunki tepada tortma akalar qulf bo'ladi. Shunga yarasha akalar ichida hech bola battar yo'q ekan. Mayli akalar, endi bu yer akalar dadam bilan onamizning xonasi. Bu yerda ham sekingina tekshiramiz. Soat akalar 4 ekan, qo'yilmisizlar? 4:28. Mayli akalar, bu tomonda ham tekshiramiz. Hech narsa bermayapti akalar. Lamichga berganda ham mana akalar, lamishga shu yerda turgan ekan. Yaxshi, nima deysizlar akalar? Mana yoqda ko'rakda akalar, mana safety ham ko'rakda. Xo'sh, o'rtasi qizil ekan. Demak akalar, biz qizilni topib kelishimiz kerak. Mana shuni ham tushiramizmi? Nima deysizlar akalar? Mayli akalar, shu joy menga umuman yoqmaydi. Qani birachka akalar, sekingina mana shu narsani tushirib yuborarlarmikanmiz? Qani bo'la qol birachka, bu. Tezroq akalar, sekingina. Yaxshi akalar, tushib ketdi. Endi buni olsak bo'ladi. Hech bola bitta ko'rinmayapti-yu. Qani akalar, qayerga tushdi? Men ko'zim ko'rmayapti. Seriyozno akalar. Chunki vobsheto qorong'ida akalar. Bo'ldi akalar, topdik. Yaxshi, tabikkal bosib yotdim. Endi akalar vazan ichida kalt tushiramiz. Vazan ichiga esa akalar uni gulni qaytarib solamiz. Davay akalar kalt olamiz. Yaxshi, endi akalar shkafga yoshinamiz. Chunki bizni dadamiz ovozni eshitdi va bu yerda keladi. Mana akalar keldi. Menimcha kelgan bo'lsa kerak. Akalar, shu yerda ozgincha kutib turamiz, chunki odam qo'rqyapti. Bu yerda kimdir bo'lgan deyapti. Do'stlar, dadamiz juda sezdimi deymanda akalar biz bo'lganimizni, chunki ovoz chiqardik-da. Xo'sh, hammasi yaxshi. Yaxshi akalar, hech narsani sezmadi. Sezib qolganda shkafni ochardi akalar, bizni yedirardi. Mayli, dadamiz ketibdi. Eng qo'rqayotganim akalar, dadamiz ham zombilashib ketganda, chunki qorayib ketibdi akalar. Mayli akalar, futbolni indamay ko'raversin. Biz sekingina akalar orqadan eshit qilaveramiz. Xo'sh, demak, mana bu xonani ochib qo'yamiz, chunki akalar biz hozir guldonni ichida mana shu xonani kalitini topdik. Yaxshi, eshiklar yopib qo'yamiz. Endi buni qizilni ko'rishimiz kerak akalar. Oq, ko'k, sariq, qizil bo'ldi akalar. Esda qolib ketdi. Bilasizlar-ku akalar, biz xotira betondan tabii bu yerda o'tirib o'tish kerak akalar. Mana shu yerda bilib qo'yinglar, tikka turib yursalar akalar, dadalang sezib qolishi mumkin. Kulyapti akalar. Mayli, tabii akalar, endi mana shunga shu kubik Rubikdagini tegishimiz kerak. Birinchi sog'ida, ikkinchisi ko'gida. Oyimiz akalar tashqariga gullarga suv quygani ketayotgan ekan. Yaxshi akalar, biz bundan foydalanib oshxonani tekshirib olsak bo'ladi. Sekingina boraveramiz akalar, ehtiyot qilamiz. Bo'ldi akalar, oyimiz chiqib ketgan ekan. Davay, endi oshxonani tekshiraman, shu yerlarda o'tirib yuringlar, eshitib qolishi mumkin. Davay, nonni yopib qo'yamiz akalar, xona tutunga to'lishi bilan oyimiz derazani ochamiz, derazadan kirib chiqsak bo'ladi. Va akalar, xolodilnikda go'shtni olib, qarochi akalar, isitsak bu go'shtni bobik yolatdi akalar. Davay, buni mana shu yerga solamiz, qaytarib yopamiz va akalar ishga tushirib suramiz. Chunki oyimiz do'stlar ovoziga kelishi mumkin. Yaxshi akalar, ulgurdik, yaxshi. Men shu joylarni o'ylayotgandim. Endi oyimiz akalar ko'chada turibdi. Ups deyapti. Shovqin chiqdi akalar, hozir oyimiz boradi. Xo'sh, dadamiz ham akalar tualetga ketayotgan ekan. Yaxshi. Dadamiz nimaga ko'p tualetga kelishini akalar men sababini bilaman, chunki akalar ko'p kofe ichadi. O'sha kubik Rubikni ko'rib olamiz akalar. Qizil, orange, sariq, oq akalar bo'ldi.
Esti qoldi, stop deyapti do'stlar oyimiz. Juda nimadir sezdim deymanda bu yerda kimdir bo'lgan deyapti akalar. Hammasi bir xil gapni aytadi. Nima bo'lsa ham akalar sezib qolmagan bo'lsin-da. O, dadamiz aytib kayf qilyapman deyapti. Xo'sh, birinchi oyimiz shu yerda turgan ekan. Akalar biz ushlab oldik, mana zombi oyimiz bizga shipirtiryapti akalar ko'chani. Hamma akalar qon bo'lganmi yoki shunaqa bo'yoqmi akalar? Men bilolmadim-da. Mayli akalar tez-tez shipiramiz. Bu shipirtkini ham akalar yarimi yo'q qaranglar. Shipiraydigan joyi juda ham yulinib ketibdi. Yangi shipirtki olsangiz bo'lmaydimi, oyi? Mayli akalar bari menga qildiryapti, endi oyimizga nima farqi bor? Yomon changyapti-da akalar. Bunday changdan keyin bir cho'milib olish kerak. Mayli akalar, yaxshilab shipiramiz akalar. Endi shipirganga erishim. Ishimizni oxirigacha akalar cho'tga qilib qo'yaylik endi. Davay, hamma yerda shipiramiz. Nimaga akalar oyimiz bo'ldi demayapti. Endi kechgacha shipirtiram akalar, endi tushib ketishdi. Oyijon, mana shipirib qo'ydim taylaringizgacha. Buni basharasini qaranglar akalar, juda ham dahshatli. Mayli akalar shipir yuraylikchi. Xo'sh, bo'ldi deyapti menimcha akalar, inglizchalab nimadirlar deyotibdi, lekin men hali ham shipiryapman. Mayli akalar shipir yuramiz. Endi menimcha bo'lgan bo'lsa kerak. Yaxshi akalar, mana shipirishdan ham qutuldik. Lekin akalar bizni bitta hayotimiz ketib qoldi. Oyimiz bitta shabatakidan yomon berdi akalar. Mayli akalar, yig'lamaymiz. Albatta siz emassizda. Telefonini tekshiryapti o'zi dadamiz akalar. Bu degani kimdir bilan do'stlar dadamiz yozishadi. Prosta oyimiz bilmaydi. Tabiiy eshikni ochamiz, qaytarib yo'q qo'yamiz. Yaxshi akalar, endi mana shuni bitta bosamiz. Yaxshi, endi eshik orqasiga yoshirib turamiz. Mana oyimiz ketyapti. Bundan foydalanib akalar biz go'sht top, ya'ni kamiga akalar 1-2 marta oshxonani tekshirib olsak ham bo'ladi. Oyimiz ketyapti. Yaxshi akalar, o'tirib o'tamiz, oyimiz turib yursak akalar, bu tapchikamiz ovozini eshitib qolishi mumkin. Demakki go'sht olamiz, dadamiz ham tualetga kelayotgan ekan. Bexlar tekshiramiz, demakki qo'chamiz dadamiz oshxonada turganimizni ko'rib qolsa akalar yomon yediradi. Endi qarochi biz akalar go'sht bor. Endi biz bundan foydalanib oyimiz bunaqa kiygan paytda borib buni itimizga bersak bo'ladi. Itga bermasak akalar bilmayman, it quturganmi, menga ham yopishyapti deb dadamiz tualetga kirib akalar o'chirib deb akalar bir g'alati bu bilmadim. Menimcha futbol ko'raverib akalar qiziq deb hojatxonaga kelmaganman deymanda o'shandan keyin deb beryapti-da. Demak, mana shuning ichida ham narsa bo'ladi deb eshitgandim. Hozircha hech balo ko'rmadim akalar. Ana akalar bobigimiz o'tiribdi, oldiga sekingina boramiz. G'irillashini qaranglar, go'sht qo'yamiz. Tayda akalar yog'och bor ekan. Tabiiyki yog'ochni olamiz. Yaxshi akalar, endi bizda yog'och bor. Olimlar bochkani ichiga ham suv to'ldirish kerak edi, hozir qila olmaymiz. Hozir oyimiz chiqib qolsa akalar, men ana shundan qo'rqyapman. Yaxshi akalar, yog'ochni qo'yamiz. Hali mixni topamiz. Mixni topsak akalar, mana bolg'a yordamida qo'qsak ham bo'lardi. Xo'sh, oyimiz uyda ichida sekingina o'tib ketamiz akalar. Ehtiyotgina bo'lib sezib qolsa akalar, yana shapatakidan beradi. Odam qo'rqib qoldi akalar, bitta shabatdan bergandan keyin. Yaxshi, endi akalar dadamizga o'sha SMS yozishni boshlasak ham bo'ladi. Ay akalar, yaxshi. Oyimiz bitta mix qolganda akalar. Xo'sh, bu mixmi? Akalar, mana mixni ham topdik. Yaxshi akalar, endi sekingina chiqib ketsak ham bo'ladi. O'zi ko'p qolib ketdik akalar. Oyimiz kelib qolishi mumkin. Yaxshi akalar, oyimiz kelib qolmadi, chunki men bechorani akalar bor yo'q ikkita hayotim qoldi. Ikkalasini ham sovurib yuborsak akalar o'lib ketamiz. Tabiiy akalar, oyimiz kelibdimi-kana? Oyijon, keldingizmi? Hozir oshxonaga kelib akalar ovqat qilishni boshlaydi. Biz bundan foydalanib mixni qoqib olamiz akalar. Xo'sh, oyijon, keldingizmi? Hozir kelsin akalar, borish xavflida, ko'chada yurgan bo'lishi ham mumkin-da. Xo'sh, hozir keladi akalar. 6 sekund qoldi, mana akalar oyimiz ham keldi. Yaxshi, endi akalar xo'sh deganingizdan bildik, mana shu atroflarda ham o'sha tomonlarda akalar shlanka bordi. O'sha shlankani tezlik bilan olamiz. Tezlik bilan olmasak akalar dadam sezib qolishi mumkin. Ol, ana o'sha akalar dadamiz kim deb qo'shiladi. Derazadan qaraydi akalar. Suvni ham yoqib qo'yamiz akalar. Derazadan qaragan paytda agar biz tashqarida ko'rib qolsa, dadamiz baqirishni boshlaydi. Ha, bo'ldi akalar, yaxshi sezmabdi. Shunchaki menga tuyuldi deyapti. Men mixti ham akalar kirib qo'yib ketamiz. Yaxshi, buning ichida endi nima bor ekan akalar? Biz sekingina poylaymiz. Akalar, yaxshi, ichida yog'och bor ekan, bizga yog'och juda ham kerak bo'ladi. Aynan akalar, mana shu yog'och kerak bo'ladi qochimizga. Yana bitta yog'och topsak bo'ldi. Yana bitta yog'och topsak emas, akalar, atvirkani topsak, shvabrani akalar, boltini yechib olsak akalar, yog'och qilib ishlatishimiz mumkin narvonga. Yaxshi. Buni ichida yog'ochni akalar ololmayapmiz. Qo'limiz yetmayapti-da birachkani. Menda ham akalar bunday holat bo'lgan. Bironta narsam bochkani ichiga tushib ketsa akalar, tasavvur qilasizlarmi? Bochkani ichiga kirishga to'g'ri keladi.
Yaxshi akalar. Endi akalar suvni o'chiramizda, borib ishlankani ham qo'yib kelamiz. Qani akalar tezlik bilan boramiz chunki dadamiz sezib qolishi mumkin. Qani birinchiga suvni qo'yib yubar. Yaxshi akalar qochamiz. Yaxshi hozircha dadamiz sezmaydi, yaxshi ketyapti. Suvni o'chirib qo'yamiz chunki suv yoniq tursa, do'stlar oyimiz sezib qolishi mumkin deb gullarni sug'orayotgan payti yog'och qo'shib qo'ydik akalar. Endi tag tug' operatsiyasini ham boshlasak bo'ladi. Mixlarni qoqamiz. Mixlarni qoqmasak akalar narvondan chiqayotgan payti akalar yiqilishimiz mumkin. Hozir ovoziga lekin oyimiz kelishi yomondakilar. Ana o'sha boshladi. Kim knocking qilyapti deb, ya'ni taq kim qilyapti deyapti. Mana shu yerda yoshib turamiz akalar. Nima bo'lsa ham akalar mana bu yerda kelib tekshirmasin-da. Hozir akalar oyimiz ko'chaga chiqib akalar narvonni tekshiradi. Lekin men uyning ichiga kirmayman akalar. Oyimiz kelishi bilan kiramiz chunki iziga qaytayotgan paytda akalar kirib qolsak biz ushlaydi-da o'zi. Men bechorani akalar ikkita shansimiz qoldi. Buni imkon desa ham bo'ladi akalar. Keyin bizni yaxshigina solishadi. Bu yerda nimadir bo'lgan deydi do'stlar oyimiz. Xo'sh, ketdingizmi? Ha, bo'ldi akalar. Yaxshi sezmadi. Sezib qolgan akalar tapichkasini olib o'sha bizni quvalab boshlardi. Menimcha akalar oshxonaga ketdimi deyman, odam poylagani ham qo'rqib qoldi akalar o'ynay shabadagidan keyin. Xo'sh, keldingizmi oyijon? Tez akalarni oyimiz ham bo'ldi akalar keldi. Yaxshi akalar biz bundan foydalanib kirib ketsak ham bo'ladi. Hozir biz nima topishimiz kerak? Bitta atverka topishimiz kerak edi. Shu atverka dadamning xonasidami deb o'ylayapman-da. Mayli akalar, kompyuterga короче kodi Andrew 2002 akalar o'sha kodni terib olsak, короче bizga kompyuterimizni ochib beradi akalar. Biz dadamizga qizlarning o'rnidan do'stlar soxta akkaunt ochib SMS jo'natsak bo'ladi. Bu juda ham dahshatli akalar. SMSni bir ikki marta o'qib ko'rgandim. "Hoy yigitcha, men bilan gaplashasanmi?" deb akalar o'shanda qilib yozyapti. Akalar hozir dadamiz SMS o'qigani boradi. Biz ham akalar 1-2-3 gacha sanaymizdagi eshikni akalar chegangini ochamiz. Nima bo'lsa ham dadamiz ketgan paytda ochishimiz kerak. Yaxshi akalar sal qopdi. Qop-qora dadamiz bizni ko'rib qolishiga akalar bu yerlar tekshiramiz. Ishqim nima bo'lsa ham, "Ha akalar, молодцы, отверка shu ekan." Demak akalar biz qochdik o'sha akalar eshikni yop. Yaxshi akalar narsalarni menchalik tez topa olaman deb o'ylamadim. Dadamiz ham tualetga borgisi kelib qoldimi deb akalar baribir yoqishga majbur qiladi. Akalar mana bu yerda bolt turibdi, o'sha boltda akalar atverka yordamida yechib olamiz. Yaxshi buni joyiga qo'yib qo'yamiz akalar. Hech narsaning joyini o'zgartirmaymiz akalar. Qochayotgan bo'lsak ham, chunki deganda qochayotgan paytimizda oyimiz akalar shu narsani ko'rib qolsa ekan izimizdan cho'p kelmasin deymanda. Yaxshi akalar chiqib oldik. Endi akalar buni olib kelib qo'yamiz. O'sha tepasiga keyin akalar izidan ikkitadan mix qo'yamizda bolg'a yordamida qo'yib yuboramiz. Shu tiqillashiga nima bo'lsa ham akalar oyimiz chiqib kelmasin-da akalar. Chiqib kelsa narvonda turgan qo'dimizga ushlab oladi. Yaxshi eshitmadi. Endi akalar cherdakni ochamiz. Chang bosib yotgan bo'lsa ham mayli akalar endi cherdakka kirib birinchiga hozir akalar qo'limda sprey bor. O'sha yordamida cherdakdagi akalar zambil uyaga sprey yordamida sepib yormasak, bizga mana bu yerda crowbarchani olgani qo'ymaydi. Qani birinchiga sepib yor. Bir marta ham akalar mana shuni qochayotgandim. Prosta akalar qochaman deb tomdan yiqilib ketdim. O'shanda akalar o'yin tugayotdi. Yomon alam qildi oxirgi jonimdir. Hozir akalar uni ochishimiz bilan ovozini ayamiz eshitdi akalar, davay qochamiz. Nima bo'lsa ham akalar tomdan sakrab oyog'imiz sinib ketmasin-da. Qani birinchi yaxshi akalar samon uyumiga tushdik. Xo'sh, ayamiz kelayotganmikan? Ana akalar, ayamiz kelyapti. Sakrashini ko'ryapsizlarmi? Mana do'stlar bugungi video sharlarimiz shulardan iborat edi. Agar do'stlar videochamiz yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'ying.